Assalamualaikum, qarindoshlar, qanday bo'linglar? Yetinglar tekrar muborak bo'lsin. Bugun Toronto 2028 kuni bo'ldi. Shundaq shamol kuchli, ovozim yaxshi chiqyapti deyman qachon. Shamol bo'lsa-mu. Shunga hamda oldin qatim degandek, mushu jigarniki bir qismi so'zgandim. Jigarniki kasallik to'g'risida atraf so'zlim deb o'ylayman. Tushunamgan ishlar bo'lsa, men savollar tushyapti, to'g'ri javob berib bo'laman deb. Shunga hamda bugun so'zlaydiganim shu jigarniki qopli qurt. Jigarlik qopli qurtning ko'pincha ko'p anglagan. Bu qopli qurtniki manbasi qandaq bo'ladi, qandaq biz yollig'inimiz. Anandan keyin bu qopli qurt qandaq bo'ladi deganini qisqacha so'zlab, anandan keyin shu jigarni muvaqqatlab ketish hamma o'yla ko'ngil bo'ladigan masalalarning birisi deb o'ylayman. Shunlashqa buni hozir so'zlasam, shu jigarniki hamda bu bizning vatanda bek ko'p bo'ladi ekan, bo'libmi yez qishloqlarda desak bo'ladi, uning sovuq joyda ko'p bo'ladi ekan bu kasal. Asosiy resimda ko'rgandek, men resimni chiqardim. Bu resimda shu asosiy tulka, chashqon degandek hayvonlarniki tarkibidagi shu qurtniki tuxumidan paydo bo'ldi ekanda. Bu qanday bo'ldi degan chaqda bu asosiy shamol chiqib turdi. Shamol chiqib turdi, anglawdan. Mening YouTube kanalimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu joyni bosgandan keyin bu joyga sog'lomlik to'g'risidagi tan saqliq degan xatni kirgizsanglar, latincha xatni. Ondan keyin yoki bo'lmasa Mamatjon Qurbon deb kirgizsanglar, burunqi videolarim butunlay chiqadi. Rahmat sizlarga. Baya sirtniki shamol bek kuchli bo'lgancha hozirmi bek kuchli. Shunga ovoz bek muhim deb o'ylayman. Dastlabda shu YouTube videomni ko'rgan qarindoshlar shunday yaxshi fikrlar berib ovozni hamda tashgandim. Men bo'ronning dastidan hamda mashinaga chiqib so'zlayaptim. Shu oldin qatim va'da berib qo'ygandiki jigarning qismini tugutay deb o'yladim. Bugun planim shu. Demakchi hamda oxirini desam, shu resimda sizlar ko'rgandek bu tulka, it, chashqon, hatta cho'shqa degandek shu hayvonlarniki tarkibidagi shu badandagi qurtning tuxumidan bizniki odamlarniki badaniga kirdi ekan. Albatta buni ko'rgil bo'lmaydi. Shunlashqa bularniki ishkan sulari deymiz, shularni odamlar ishgandan keyin bo'ladigan ishga. Shu hamda buning operatsiyasini biz qilgan, bizning vatanda bo'libmi yez qishloqlardan kelgan kasallar ko'pdi. Shu hamda qopli qurt qandaq bo'ldi degan chaqda men operatsiyaniki nimasida resimini ko'rsanglar, shundaq cho'nliqda bo'ladi. Anandiki shundaq qarasak shunchalik chiroyli marjon shaklida deymiz, oq marjon shaklida bo'ladi. Hamda bir buni so'zlash orqali bir kasalniki tarixi meniki ko'z oldim kelyapti, shuni so'zlab beray. Atalmış shu Xinjiang universitetidagi bir o'quvchisi qiz bola, qirg'iz qiz bola deymiz, 21-2 yoshga qizgan to'q. Shu jiddiy keldi. Kelgan vaqt qusuq shunchalik yo'g'on. Shuning bilan yuz shaklida shunday o'riqki, ammo qusuq yo'g'anda, shunlashqa bu qopli qurtni amaliyotlarga bitipliq mashinalar tekshirib chiqqan bo'ladi. Shunga bu qiz operatsiya qildik. Operatsiya qilgandan keyin bu qopli qurtligi aniq bo'ldi-da diagnoz. Undan keyin bu biz buni bir yo'llam evatsak, buniki nafas deymiz, yurak so'qishlarına ta'sir qiladi. Shunlashqa hamda tajribali doktorlar bilan albatta cho'ng doktorlar bilan chiqdik. Chiqqandan keyin bu qo'saqdiki bu qopli qurtni erig'didik. Erig'dab olgandan keyin shunchalik yo'g'on ekanda, buni ondan keyin jinglab shu eg'il nimasini jinglab aqli deb jingladik. Jinglagandan keyin taxminan 6 kilogram chiqdi. Shundaq aniq esimda bor.
Demakchi shu bu og'a vaqtida darhallam qilmaymizda buni. Asta qilish nima uchun degan chaqda bu darhallam bu 6 kilogramni qo'saqdan elib olsak, bu uzun mazgillikdan paydo bo'lgan narsada shunlashqa shu yurakniki, nafasning nimasini shu narkoz doktorlari kuzatib turdi. Undan oldik. Olgandan keyin u qizola yaxshi bo'lib ketdi. Anandiki yana bir misol amaliy misollar. Bu qaplı qurtni doktorlar bilan munosabatlik, uskunlar bilan munosabatlik qandaqsiga degan chaqda shu pokiz olmasa uniki yana qo'zg'alish ehtimoli pek yuqori. Hatta shu bir Xitoy qizi 3 yoshdan boshlab qilibdiki. Men ishlagan vaqtida 7-chi qatim keldik Qo'saqnida. Qo'saqning 3 yildan tortib jigardan boshlangan keldik. Shunga 7 qatim operatsiya qilibdi-da hamda. Demakchi shu operatsiya yaxshi bo'lmay yoki bir temim shu suv to'kilib operatsiyada biz mikroskop qilmaymiz-da albatta. Shunga ba'zida shunday qo'zg'alish nimasi bak yuqori demakchi. Anandiki yana birisi odamdan odamga yuqmaydi. Buning bu hamda bilib olinglar. Shunlashqa hayvonlardan yuqadi ekan. Anandiki jigarniki bu qopli qurt birinchilab 90% shu jigarda bo'ladi ekan, uningki o'pkidimi bo'ladi ekan. Anandan keyin yilikdimi bo'ladi ekanda. Biz yiliknikini qilib boqmagan, o'pkinikini qilgan. Buni o'pki qismini keyin cho'qim so'zlayman deb o'ylayman. Shu vaqtda tafsilroq so'zlab berman deb o'yladim. Anandan keyin shu jigarniki bayım degandek moy qaplab ketish. Anandan keyin elaroq men bir sensibildan chiqarib qo'yman. BMI degan bu xalqaroliq ig'irlik normal anandan keyin bak samir ketishniki shuni hisoblash deymizmi? Ko'pinchalar o'qisizlar shunday o'qisizmi? Xalqaroliq shu hisoblashni misbaki uni chiqarib qo'yman. Demakchi shu qop oldingi qatimqi videoyimda jigar qismini so'zlagandek shu moy qatlab kessa baxatarlikkan. Shunlashqa yana deydiganim shu o'riqlash eng muhim. Oldingi qatimqi rasmlarni yana takror chiqarishni to'g'ri ko'rmadim. Vaqtinglarni qo'yman. Shunlashqa shu videoyimning ostiga shu oldingi qatimqi jigarniki qismini chaplab qo'yman. Shundan ko'rsanglar bo'ladi. Anandan keyin Maobay degandek BMI to'g'ri, BMI xapmaysizlar. BMI degani qanday bo'ldi degan chaqda mani ko'rsanglar shunday aniqga shuni hisoblab o'zinglar masalan qancha kilo odamniki shu ig'irligiga shu badan egizligimizni 2 ko'paytib qilsak shu BMI niki normal nimasi chiqdi ekan, sansipir chiqdi ekan. Shunlashqa men o'tir hisoblab vaqtim meniki normalgaroq kirdi bir hisobda. Hamda buni qanday hisoblaymiz degan chaqda shu egizligimizni 2 ga ko'paytiblar. Anandan keyin ig'irlikni bo'limiz degan gap. Ashna hisoblasak bo'ladi. Bilamsanglar, so'rsanglar bo'ladi. Anandan keyin shu eng normal bo'lsa, bu BMI niki normali 18.5 bilan 25 ning oralig'ida bo'lsa normal bo'ldi ekanda. Eng g'oylik nimamiz deymiz malqa ig'irligimiz 22 bo'lsa eng normal bo'ldi ekan. Anandan keyin 25 dan yuqori bo'lsa, anandan keyin 25 yil tang chiqib qolsa bu semizga qarab mangan bo'ldi ekan. Anandan keyin yosh ma'noni ko'rsanglar, yoshga qarab mangan ekan 18 yoshdan 49 yoshgacha 18.5 24.9 BMI niki qimmati shuni atrofida oralig'ida bo'lsa bo'ldi degan gapga. Anandan keyin 50 yoshdan 69 yoshgacha 20dan 24.9 BMI bo'lsa normal bo'ldi ekan. Anandan keyin 70 yoshdan yuqorilarniki BMI'si 21.5 dan 24.9 gacha bo'lsa bo'ladi ekan. Shunlashqa yana deydiganim davomli deb kelyapman. Shu o'riqlash eng muhim ish hamda o'riqlayman desak, o'riqlig'i bo'ladi, o'zimizning irodasiga bog'liq. Bu to'g'riliqma ayrim video ishlayman. Tang o'riqlab maqsad deb o'ylayman. Badan shunchalik qiynaq bo'ladi. Men hamda yapon vaqtimda 18 kilo o'riqlagan vaqtlarim bor. Shunlashqa o'zimning tajribalarimni so'zlagach, shu ayrim bir video ishlashni o'ylashyapman. Andan keyin boya jigar qismini so'zladim. Jigarniki hamda moy qaplab ketgandan keyin ojizlab qarab manga deganda moy alqimi shu jigarniki moy qandoq bilgil bo'ldi degan chaqda uni shu B tipliq mashina sog'anda undan keyin
Şu qon tekshirganda ham aniq chiqdiki 30% moy qoplab ketsa jigardagi hujayralarni shunga buni moy qoplab ketgan jigar deydi ekanmiz. Şunlaşqa hamda şu jigar moy qoplab ketgandan keyin jigar yallig'ildi ekan, undan keyin jigar qetishildi ekan, oldin qatim so'zdim. Undan keyin jigar qatqandan keyin xatarlik asli kelishini aytdi. Asta-asta rakka aylanish ehtimoli yuqorildi ekan. Şunlaşqa qarindoshlar qattiq diqqat qildi. Eng asosiy ig'izni chin yumsaqlam o'riqli bo'ldi deb o'ylayman. Ondan keyin shu yana bir misol kelyapti ko'z oldimga. Shu jigarniki masalan jigarni oldin qatim so'zlaganda jimjit a'zo deymizmi, asosan alomat oldirab ko'rilmaydigan a'zo dedik. Shunlashqa buni hamda unda aytgan chaqda shu jigar kasallarni ba'zida hamda biz tajribalik doktorlarmi ko'rib qolaydi. Bizmi ko'p qilg'ashqa unda operatsiyalarni, unda kasallarni ko'p ko'rgashga eng asosiy teri qarab, undan keyin ko'zning iqiga qarab bilalaymiz. Ancha muncha hamda men bilmaydigan gap emas. Yana bir ishni so'zlab bersam, tomoq yeyotgan bo'lsanglar qopmanglar. Men birinchi qatim ko'rishim xizmat kuchib 3-yili deyman. Bir kasalniki ko'zning iqi sirg'ib ketgan, hatto teridan tatib sirg'ib ketganda, shuning bilan bizniki boshliqimiz taratini olib qo'ygan dedi, cho'ng taratni. Shuning bilan atsi kasal ko'rimiz qo'y mattigini. Shu acha aylanib qarasak, buning cho'ng taratining rangi qanday kelsanglar, oppoq rangki. Oyda bayram qoldim, amma oppoq taratni cho'ng taratni ko'rib baxmagan, ham balkim ko'pchilik cho'qim ko'rib baxmaganlar ko'p deb o'ylayman. Shunlashqa voy bu qanday bunday bo'ldi deb qilsak bizning boshliq tushundirdi. Shu o't yo'li, o'z jigarda butunlay to'silish bo'lib ketsa, o't suyuqligim chiqamay bo'lib ketsa birinchidan. Andan keyin bay degandek shu jigardagi qopli qurt cho'ngib ketsa, atrofdagi a'zolarni besib, butun yo'llarni bosgandan keyin shunaqa tarat, shunaqa holat keladi deb shunaqa dedi. Demakchi u kasalni operatsiya qilib yaxshi qildik. Şuna hamda doktorxonaga kirsanglar hammadan kasaldek bilindi degan gapni ko'p anglaymiz. Shunga amal bor hamda azroq alomatlar bo'lsa doktor ko'ranganinglar yaxshi. Hadis doktorxonaga berib olsanglarmi bo'lmaydi, doktorxona odamning kayfiyatini tushirgan joy. Shunlashqa hamda oldin qatim degandek, men shu ruhiy sog'lomlik to'g'risidami pat-pat so'zlaydi deb o'ylayapman. Shu vatanning ish to'g'riliqmi ko'pincha o'yla stress bo'lib ketdik, ruhiy besim bo'lib ketdi deymiz. Albatta ham o'yladi bo'ladi, ammo unda qayg'urib yursak ham meningcha salomatligimizga eng ziyonli butunlay kasal ruhiy kayfiyatdan keladi. Bu to'g'riliqmi ayrim to'xtalib o'tmay, hamda qarindoshlar bilan naq maydon qilaymikin deb o'ylab qolma, o'zimcha tamtirash bo'ladi ekan. Naq maydon bir kun qilaman deb o'ylayapman. Buldu hamsa bugun shunchalik so'zlay, yetliq tekrar hammanglarga salomatlik, oilanglarga baxt tilayman. Men Mehmetcan Qurbondan hammanglarga o'tliq salom. Xayr xo'sh. Mening YouTube kanalimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu joyni bosgandan keyin bu joyga sog'lomlik to'g'risidagi tan saqliq degan xatni kirgizsanglar, latincha xatni. Ondan keyin yoki bo'lmasa Mehmetcan Qurbon deb kirgizsanglar, burunqi videolarim butunlay chiqadi. Rahmat sizlarga.